oxirgi bir necha 10 yil ichida yer yuzi aholisini o'rtacha umr davomiyligi sezilarli oshib bormoqda. Butun dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, bu ko'rsatkich 66,5 yoshdan 72 yoshga oshganligini ko'rsatadi. Bunga sabab yashash sharoitlarining yaxshilanishi va tibbiyotning rivojlanishi bilan bog'liqdir. Lekin aynan shu keksa yoshda hayot sifati va harakat kamayib boradi. Bunga asosiy sabab bu sarkopeniya holatidir. Bu qanday kasallik? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sarkopeniya bu tashqi va ichki omillarning natijasida insonlarni yoshi keksalashib borgan sari mushak kuchi, mushak massasi va uning funksiyasini kamayishib borishi bilan kechadigan patologik holat hisoblanadi. Bu termin sarko go'sht, peniya yetishmaslik degan ma'noni anglatadi. Bunda parallel ravishda suyaklarning mineral zichligini kamayishi, osteoporoz yoki osteopeniya holati ham rivojlanib boradi. Bizga ma'lumki, insonlarning mushak massasi 30 yoshgacha taraqqiy etadi va bu yoshdan keyin yiliga 0,1-0,3% ga kamayib boradi. Insonlar 50-60 yoshlarida mushak kuchi va massasi 15% ga, 60-70 yoshlarida 25% ga va 70 yoshdan kattalarda 30-35% ga kamayishi ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Sarkopeniyaning sabablari bu ko'p faktorli jarayon hisoblanadi. Fiziologik qarilik holatlari, ovqatlanishning buzilishi, malabsorpsiya holati, kam harakatlilik hayot tarzi, ba'zi zararli odatlarning borligi va ba'zi bir surunkali infeksion kasalliklardan keyin rivojlanishi. Buning natijasida nerv va mushaklarda degenerativ o'zgarishlar boshlanadi, mushak oqsilini ishlab chiqarish buziladi, mushaklarni va suyaklarni gormonlarga sezgirligi kamayadi va surunkali yallig'lanish jarayonlari tez-tez qaytalanadi. Skelet mushaklarini qarishi jarayonida degenerativ distrofik o'zgarishlar boshlanadi. Bunda mushaklardagi innervatsiya qiladigan nerv oxirlarida axborotlarning uzatilishi sekinlashadi. Natijada mushaklarning ixtiyoriy qisqarishi orqada qoladi. Katabolik jarayonlar kuchayadi va buni oqibatida insonlarda testosteron va estrogen gormonlarining miqdori pasayadi, somatotrop va insulin miqdori ham pasayadi va kortizol gormonining miqdori oshishiga olib keladi. Organizmda yallig'lanish jarayonlari natijasida hosil bo'ladigan moddalar, ya'ni mediatorlar skelet mushak sistemasining atrofiyasiga olib keladi. Sarkopeniya kasalligining xavf omillari: konstitutsional faktor, yosh, ayol jinsi, tug'ilganda kam vazn bilan tug'ilish holatlari, tana massa indeksining kamligi, genetik moyillik holatlari va etnik irq jihatdan kelib chiqishi, sotsial statusi, kam daromadlilik va kam ma'lumotlilik, sotsial jihatdan noqulay sharoit, ya'ni invalidlar yoki qariyalar uyda yashash, hayot tarzi va atrof muhitning holati, to'yib ovqatlanmaslik, ochlik holatlari, oqsil mahsulotlarini yetarli iste'mol qilmaslik, alkogolga qaramlik, chekish va kam harakatlilik, surunkali kasalliklarning borligi, yurak, o'pka va buyrak yetishmovchiligi, metabolik sindromlar, osteoporoz, nerv va boshqa sistemasining kasalliklarini mavjudligi, ba'zi bir dori vositalari, statinlar, qand miqdorini pasaytiruvchi vositalar, halqali diuretiklar va glikokortikoid dori vositalarini uzoq vaqt qo'llash, vitamin D defitsit holatlari va osteoporozning borligi va boshqa omillar, ya'ni trevoga, depressiya, dori moddalarini ko'p qo'llash, ya'ni polipragmaziya, multimorbid holatlari, ya'ni surunkali bir nechta kasalliklarning qo'shilib kelishi, uyqu va eshitishning buzilishi va surunkali og'riq sindromi bilan kechuvchi kasalliklarning borligi. Sarkopeniya birlamchi va ikkilamchi bo'ladi. Ikkilamchi sarkopeniya fizik aktivlikning pastligidan keyin, ya'ni kam harakat hayot tarzi, uzoq vaqt immobilizatsiya holatida yotish, operatsiya yoki gips langeta qo'yilgandan keyin, surunkali kasalliklardan keyingi rivojlanishi va ovqatlanishning yetishmasligidan so'ng, tezligiga qarab o'tkir, ya'ni 6 oygacha va 6 oydan katta holatlar surunkali sarkopeniyaga aylanadi. Sarkopeniyaning klinikasi:
Bu uzoq vaqt simptomsiz kechadigan holat hisoblanadi. Aynan spesifik klinik belgilar yo'q, lekin umum belgilar mavjud. Bular quyidagilar: fizik aktivlikning kamligi va holsizlik, tana massasining kamayishi, ovqatlanishning buzilishi, tez yiqilib tushish holatlarining borligi. Sarkopeniyaga tekshirish kimlarda o'tkazilishi kerak? Uzoq vaqt yotib qolgan bemorlarni, kvartirasidan chiqa olmaydigan insonlar, o'zgalar yordamisiz tura olmaydigan insonlar, tana massasi kamayib turgan insonlar, mavjud tana vaznidan 5% dan ko'p kamayib turgan insonlar. Oxirgi yillarda 2 va undan ko'p tez yiqilib tushayotgan bemorlar, komorbid holatlarning borligi, ya'ni qandli diabet, o'pka, yurak kasalliklarining borligi, yurish tezligining pasayish holatlari, ya'ni 0.8 metr/sekunddan kamligi. Kasallikni diagnostika qilishda 3 ta mezonga tayaniladi, ya'ni mushak kuchi, mushak massasi va uning funksiyasiga. Mushak kuchini baholash barmoqlar dinamometr yordamida aniqlanadi yoki stulga qo'l yordamida o'tirish va turish testi o'tkaziladi. Bemor stulga o'tirgan holatda 5 marta mustaqil tayanchsiz turish harakatlari buyuriladi. Mushak massasini baholash. Klinik amaliyotda ko'p usullar mavjud. Rentgen absorpsiometriya yoki densitometriya usuli. Bu usul yordamida mushak massasi va suyaklarning mineral zichligi aniqlanadi. Kompyuter tomografiya va MRT tekshiruvi. Mushakning ko'ndalang kesimi o'lchanadi va maxsus matematik ifoda bilan mushak massasi hisoblab chiqiladi. Yelka o'rta uchligi aylanasini o'lchash va teri burmalarini o'lchash usullari. Normada yelka aylanasi 31 sm dan katta bo'lishi kerak. Mushak funksiyasini baholash usullari. Bunda maxsus testlar o'tkaziladi. Muvozanatni ushlash testi. Bunda oyoqlar birlashgan holatda 10 sekund, politandem holatda 10 sekund va tandem holatda 10 sekund ushlab turiladi. Mushak chidamliligini o'lchash testi va yurish tezligini testlarini yig'indisi hisoblaniladi. Sarkopeniyani davolash, fizik faollikni oshirish, sport bilan muntazam shug'ullanish, kardio va kuch ishlatuvchi mashg'ulotlarni ko'p bajarish, ovqat ratsionida oqsilga boy mahsulotlarni ko'paytirish, vitamin D ni uzoq muddat qabul qilish, androgen preparatlari, ya'ni testosteron preparatlarini qo'llash, anabolik steroidlar qo'llash, somatotrop o'sish gormonini qo'llash, grelin gormoni. Bu ochlik gormoni bo'lib, ishtahani ochadi va somatotrop, ya'ni o'sish gormoni ishlab chiqarilishini stimullaydi. Bu yuqoridagi davolash usullari albatta shifokor nazoratida va laborator analizlarida ostida o'tkaziladi. E'tiboringiz uchun rahmat.